O'zingiz ehtiyot qiling. Salom, qo'shni yaxshimisiz? Voy, Muxlisa, yaxshimisiz, tuzimisiz? Ostonada turmang, yuring ichkariga kiring. Menga soxtalik qilishingizda hojat yo'q. Shu desiz, bitta narsa so'ramoqchi edim. Ikkalamiz bitta vaqtda kelin bo'lganmizda, mundoq qarasa. Sizingiz ko'karsa ko'karyapti, menikini 1-2 bo'lmaydi. Shu bitta siri bormi? Bo'lsa ayting menga ham. Latta yerimni oldingizga olar deydi. Muxlisa, buni hech qanaqa siri yo'q. Shunchaki Onasi? Bir biznes boshlamoqchiman. Nima deysiz, o'xsharmikan? Boshlang. O'xshaydi dadasi. Hali shunaqa boyib ketamiz. Bir yilda 12 marta chet elga olib chiqasizman. Nahotasi. Dada. Au. Qaysi edim. Bitta bering. Voy o'zimni Abduqodir o'g'lim. Futbolist bo'lasizmi? Ha. Bo'ldi. O'zim senga butsi ham olib beraman. Trenirovkangni ham gaplajaman. Hali senda eng zo'r futbolchi chiqar, xo'p? adasi yaxshi borib keling. Men sizga ishonaman. Siz menga keraksiz. Men erimga ishonaman. Siz ham eringizga ishonasizmi? Xullas, muxlis bir biznes boshlamoqchiman. Xudo xolisa yaxshi qoladi. Menga qarang. Siz qanaqa biznes boshlamoqchisiz? Siz hozir boshlasangiz o'xshaydi deb o'ylayapsizmi? O'tirishimizni qarang. Xolodilnikni ochib qaraganmisiz o'zi? Hech narsa yo'q uyimizda. Ahvolimizni qarang. O'zi sizga tegib nima ko'rganman? O'xshamaydi, hech qaysi qilgan ishingiz. Bebarakasiz bir ham o'zi bor-ku. Ishimni xotirasiz. Hadi. Nima? Yana nima deysan? O'zim men bitdim ekanlaring. Hey onnangni. Muxlis, telefonimni olib chiqib qolib ketibdi. Kim telefon qiladi? Sizga kim ham telefon qilardi? Itga kerakmisiz? Mendan boshqa. Bore, ishingni qilgin.